Assalomu alaykum. Quyidagi aniqmas integralni hisoblaymiz. Integral ostidagi funksiya natural logaritmi x plus 1 minus natural logaritmi x bo'lingan x ko'paytiruv x plus 1 dx. Yechish. Berilgan integralni yozib olamiz. Natural logaritmi x plus 1 minus natural logaritmi x bo'lingan x ko'paytirilgan x plus 1 dx. Integral ostidagi funksiyani surat va mahrajini x kvadratga bo'lamiz. Ya'ni natural logaritm x plus 1 minus natural logaritm x bo'lingan x kvadrat ko'paytirilgan dx. Mahrajda x ko'paytiruv x plus 1 bo'lingan x kvadrat. Bu teng bo'ladi. Integral natural logaritm x plus 1 bo'lingan x mahrajda x plus 1 taqsim x ko'paytirilgan dx taqsim x kvadrat. Quyidagi belgilashni kiritamiz. T barobar x plus 1 taqsim x bo'lsin. U holda dt teng minus dx taqsim x kvadrat. Bu almashtirishdan keyin bu integral ko'rinishi minus integral natural logaritm t bo'lingan t ko'paytirilgan dt. Bu teng bo'ladi minus natural logaritm t bir taqsim t'ni differensial ostiga kiritsak d natural logaritm t bu teng bo'ladi minus natural logaritm kvadrat t taqsim 2 plus s yoki bu teng s minus t'ni o'rniga x plus 1 taqsim x ni qo'ysak natural logaritm kvadrat x plus 1 bo'lingan x taqsim 2 hosil bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.